Hozir pul yig'yapsizlar ekan, Eksonga. Kimga pul yig'yapsiz? Telejonimga. Rejga pul yig'yapsizmi? Nima bo'lyapti? Direklarni firibda qilish kerak. 12 yildan beri qurib keladi. Shuni almashtirish kerak. Hozir to'g'risini aytsam, biz bularning uylariga borib, barcha sharoitlarni ko'rdik. Nimaga hozir ko'pchilik mana shunaqa qilib turib, nima desam bo'ladi, ehson qilyapti, boshqa narsa qilyapti, yo minnat qilyapti deyishi mumkin yoki bu ehsonni o'ziga olyapti deyishlari mumkin. Lekin biz sharoitni ko'rdik. Dadalari qanaqa ahvolda? Maylar ishib ketgan, kapinitsa qilib, ukol dori bilan 10 yildan yashashyapti ekan. Uydagi mol, qo'y, mashina hammasini sotishib kerak bo'lsa, hattoki hozir uylarni sotib qo'yishibdi. Akalarimiz Toshkentdan kelib yordam berishyapti. Ular videoga olmadik. Va o'zimiz Mingbuloqdan turib, vodiydan bo'lib turib yordam bera olmaymizmi? Mingbuloq xalqi oyoqqa turmaymizmi? Bir yoqdan bosh chiqarib, mashlarni Hindistonga jo'nata olmaymizmi? Hozir mana shu videolarni qo'yib boramiz. Hozir ona bola 5 kundan beri ko'chada turishibdi ekan. 5 kundan ertalab chiqib kecha soat 8 da kirib ketishyapti ekan. Mingbuloqliklar yordam bera olmaymiz. Qo'limizdan kelmaydimi? Ehson mukofoti ehson bilan yakunlanadi. Jannat kartasi olishingiz mumkin. Hozir bularni pastga karta nomerlarini, telefonlarini qo'yamiz. Borib kerak bo'lsa uyga borib sharoitni ko'rishingiz mumkin. Qanaqa ahvolda bo'lyapti? Ana shu Terakdan ekan bular. Terakdagi xalq Terak o'zi yordam berib, bundan oldin operatsiyaga jo'natishdi Hindistonga. Lekin Hindistonga borishganda yuraklar xulus qilib, yurak bilan operatsiya bo'lib qaytib kelishdi. Hozir donor topishibdi. Donorlar o'zlarining onalari ekan. Yuraklari chirib, adoyi tamom bo'libdi. Mingbuloq xalqi sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. O'zimizdan ertalabdan kelamiz, kechasi mashinaga chiqib, bularga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mana shu videoga like bosib, kommentariya bosib qolganlarga jo'natsangiz, shu kerak odamlarga yetib borsa, iltimoslardan. Mana shu Mingbuloqda hamma bloger, hammasi yordam beradi, umiddaman. Ular shu gap.